Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi tizimida 2025-yil davomida arxiv ishini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha axborot beramiz. 2025-yil davomida 41 ta tuman filiallar idoraviy arxivlarida saqlanayotgan 348.035 ta kadastr yig'majitlarining mavjudligi va holati o'rganilib, raqamlashtirildi. Shundan 11 ta filialda hujjatlarni o'rganish to'liq yakunlandi. 2024-2025 yillar mobaynida filiallar idoraviy arxivda saqlanayotgan jami 798.125 ta hujjatlarning mavjudligi va holati tekshirilib, hisobga olindi va to'liq raqamlashtirildi. 2025-yil davomida hududiy boshqarmalar va filiallar idoraviy arxivlarining moddiy texnika bazasini takomillashtirish maqsadida 7 ta filialda boshqarmalarning idoraviy arxivlarini qayta jihozlanib, 10 ming saqlov birligiga yaqin hujjatlariga davlat arxivlari xodimlari tomonidan ilmiy texnik ishlov berildi. Filiallar idoraviy arxivlarida hujjatlarni sifatli saqlash, yong'in xavfsizligini ta'minlash va qo'riqlash tizimini mustahkamlash maqsadida 507 ta arxiv xonalari uchun zarur jihozlar o'rnatildi. Shu kungacha filiallarda saqlanayotgan 16.004 ta ko'chmas mulklarni ro'yxatga olish jurnallari markazlashgan holda saqlash uchun boshqarmalarning idoraviy arxivlariga qabul qilindi. 2024-2025 yillar davomida 32 ta filiallarning idoraviy arxivlari moddiy texnik bazasi takomillashtirildi. 28 ta filial idoraviy arxivlari zamonaviy mobil stilajlar bilan ta'minlandi. Joriy yilning o'zida 16 ta filial idoraviy arxivi loyiha doirasida qayta jihozlanib, barchasi mobil stilajlar bilan ta'minlandi. 2026-yilda arxiv ishini rivojlantirish maqsadida bir nechta ustuvor vazifalar belgilandi. Jumladan, 12 ta filiallarda saqlanayotgan hujjatlarning mavjudligi va holatini tekshirish ishlari yakunlash, namunaviy idoraviy arxiv loyihasi doirasida 14 ta filial idoraviy arxivlarini qayta jihozlash va barchasiga mobil stilajlar o'rnatish, hujjatlarni hisobga olish, saqlash, foydalanishni avtomatlashtirish maqsadida dasturiy mahsulot faoliyati yo'lga qo'yish 2026-yilda ustuvor rejalar sifatida qabul qilindi. Tizimda faoliyat yuritayotgan barcha arxivchilar nomidan butun yurtdoshlarimizni, jumladan kadastr sohasida faoliyat yuritayotgan barcha hamkasblarni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklaymiz.